Agar realniy hayotda jahldor it sizni quvib tishlamoqchi bo'lsa, qochayotgan paytingizda oyog'ingizga zirava kiradimi, qo'lingiz shilinadimi, e'tibor bermasdan chopib borasiz. Chunki it sizni tishlab olishi mumkin. Uni xavfi oyoqqa kiradigan ziravadan yoki qo'lni shilinishidan muhimroq. Shuning uchun to'xtamasdan qochishni boshlaymiz. Bu qochishimiz oqibatida yetkazilgan bizga zararlar qachonki itni egasi ushlab oladimi yoki itdan qutulgan paytimizda bilinadi. Ya'ni oyog'imizga kirgan zirava yoki shilingan joylarimiz. Mana bu yerimizdan kelayotgan itdan, realniy bo'lmagan itdan qochgan paytimizda ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni biz jarohatlanamiz. Jarohatlanish bu kasal bo'lishdir.